Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Men Mirzayev Ulug'bek. Pistalarimiz mana pista yetishtiryapmiz, Xudo xohlasa. Mana bu pistalarimizni mana bugun 31-mart 21-martda 2 kun uyutdik va 1 kun quritdik va qumga ko'mdik. Mana o'sha nishlari chiqib, mana o'zi ko'karib ham qolishni boshlabdi. Bugun 5-6 kun bo'lib qoldi. O'zi kecha boshlashimiz kerak edi. Buni ekishni vaqtimiz bo'lmay qoldi. Kecha hayit bo'lib qoldi. Hammalarni hayitlar bilan mana bugun yana Akbariydan olib keldik. Mana buni uyutib qo'ydik. Yana 3-4 kundan keyin qumga ko'mishni boshlaymiz. Bunda Akbariy, mana bu prezident bu. Bu prezident mana o'zinglar ko'rib turibsizlar. Juda katta donlari. Xudo xohlasa bu yangi sortidan. Bu hozir hech kimda yo'q. Xudo xohlasa ancha o'ta katta donlari mana. Mana shundan Xudo xohlasa mana bugun tuvaylarga, quloqlariga ko'chiramiz. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.